Kishilik huquq to'ri 2017-yillik Xitoydagi kishilik huquq masalasi haqida dokument e'lon qildi. Mazkur dokumentda Xitoydagi barg'ansiri ig'irlashib ketayotgan insoniy dafsandachiliklar, sababsiz tutqun qilish, to'kmat ortib turmaga tashlash, Xitoy soqchilari tutib ketgan kishilarning izdirakining bo'lmasligi, diniga e'tiqod qilgan ommaga qo'yilgan qattiq cheklamalar tilga ilingan. Dokument yana kishilik huquq xodimlari bir qancha millatdan 448 vijdon mahbuslarining Xitoy turmusida yetayotganligini bayqaganligini, ularning ichida Sharq Turkistonning Oltaydan Nurxon Muhammad Sarning uyidan Qur'oni Karim tepilib qolganligi uchun Xitoy doiralari maxfiy sotlab 6 yil qamoq jazosi berganligini oshkorladi. Xitoy Sharq Turkistonning Tarim rayonidan o'tkigan tabiiy gazning miqdorini e'lon qildi. 2 yanvar Xinhua agentligi bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy 13 yildan beri Sharq Turkistonning Tarim neftligidan Xitoy o'lkalariga 200 million kub metr tabiiy gaz yo'tkigan. Xabarda Tarim neft shirkati tunishtirilgan bo'lib, shirkatning 2004-yildan boshlab ichkari o'lkalardagi 120 shahar rayonidagi 4 million nupusni tabiiy gaz bilan ta'minlab kelganligi hamda 3000 shirkat tabiiy gazning foydasini ko'rganligini oshkorladi. İrandagi namoyish hukumatga qarshi harakatga o'zgardi. 2 yanvar Yangi Akit gazeti xabarida bildirilishicha, Ironda iqtisodiy vaziyatga norozilik bildirish yuzasidan portlagan namoyishlar hokimiyatga qarshi harakatga o'zgarib ketdi. Ironning Isfahan viloyati Najaf Abad shahrida bir namoyishchi ov miltiqi bilan 4 soqchini yaralandirgan. Yaralangan soqchi davolash unum bermay jindan ayrilgan. Najaf Abaddagi namoyishlarda 2 inqilobiy muhofizat askari 2 namoyishchi bo'lib, jami 4 kishi jindan ayrildi. Hokimiyatga qarshi namoyishlar jarayonida Isfahan viloyatidagi Qahdarijon nahiyalik hukumatga besib kirgan namoyishchilardan 5 kishi o'lgan. 2018-yil insoniy huquq krizis yili bo'lib qolishi mumkin. 2 yanvar Angliya pochta gazeti xabarida bildirilishicha, BDTning insoniy yordamlarga mas'ul bosh kotib yordamchisi, qo'shimcha jiddiy ahvollar koordinatori O'Brien bayonot berib, dunyoning 1945-yildan buyongi eng og'ir insoniy krizisni boshdan kechirayotganligini bildirdi. Angliya xalqaro taraqqiyot ishlari ministri Penny Mordaunt 2018-yilda 2-dunyo urushidan buyongi eng og'ir insoniy krizislarning birining yuz berish ehtimoli borligini eskartdi. Turkiyada bir hafta ichida Daeshga chetishlik 325 kishi nazoratga elindi. Türkiye Ovozi Radiosu'nun xabarida bildirilishicha, Türkiye İçki İşler Ministerligi e'lon qilgan bayonotda 25 dekabrdan 1 yanvargacha bo'lgan bir qancha kun ichida 1119 qitim tutish harakati elib berilganligini va terrorlik tashkiloti PKKga chetishlik 125 kishi, Fathullahchi terrorlik tashkilotiga chetishlik 493 kishi, terrorlik tashkiloti Daeshga chetishlik 325 kishi va oshqun solchilarga chetishlik 5 kishi nazoratga elinganligini bildirdi. Tutuş hareketi jarayonida yana zaharlik chekimlik atkazchilik jinoyati bilan 3764 kishi nazoratga elindi. Harakat jarayonida nurg'un sonda qurol-yarog' va o'q-dori qo'lga tushirildi. Kim Jong-un yadro qurollarini etish knopkasi ustilimning ustida. Turkiya Ovozi Radiosi xabarida bildirilishicha, Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong-un Shimoliy Koreya televiziyasiga bergan bayonotida Shimoliy Koreyaning yadro qurollari bilan Amerikaning hamma yeriga hujum qila oladiganligini bildirdi. Kim Jong-un Amerika bizga hargizmi urush ocholmaydi. Yadro qurollarini etish knopkasi ustilimda turadi. Bu bir tahdid emas, haqiqat dedi. Shimoliy Koreya rahbari Janubiy Koreya bilan bo'lgan yirikchiliklarni tövallatish kerakligini va dialog ishining ochiq ekanligini bildirdi.